Mana bu boshlang'ich maktab darsidagi Chantangjiang cho'ng ko'rigi davlatimiz tarixidagi eng ko'p mushkulotga uchirgan ko'rik. Chiqqan 89-kunlar loyihagicha o'z qo'li bilan portlatib o'tgan hamda hamma odam yaxshi portlatdi degan ko'rik. 1934-yili Mavishang professor Chantangjiang daryosiga ko'rik yasash uqtirishni topshirib oldi. Shuni bilishimiz kerakki, bu odatdagi daryo emas. Daryo toshqini intayin kuchli. Har yili daryo toshqini mezgilda suv daryo qirg'oqini eqitib ketadigan tursa, ko'rik yasash uchun kuchli suv toshqini besimiga bardoshlik berish kerak edi. Daryo tegitgan latqining qililiqimi 40 metrdan cho'nqur keladigan bo'lib, ayni chaqda Angliya injener atirtimi ko'rik yasash mumkin emasligini aytgan. Biroq Mavishang professor g'albilik oldi ko'rikni yasab chiqib, jungoliklar o'zi ko'rik yasayolmaydi degan tarixga xotim berdi. Bu jungoliklar o'z qo'li bilan yasab chiqqan tunji zamonaviy ko'rik. Ast-usti 2 qavat, asti temir yo'l, poyezd qatnasa, usti tosh yo'l, mashina mangdi. Qaraydigan bo'lsak, ko'rikning ko'tarmasiga cho'ng o'ra qoldirib qo'ygan. Nimishqa bundaq yasig'inni ayni vaqtda hech kim faraz qilmagan. Ko'rik bitib chiqib, qatnash boshlanib, hamma xushal bo'lgan 89-kuni ko'rikni tuyuqsiz portlatgan. Portlatuvchidan loyihachi Mavishang injener o'zi. Ayni vaqtda Yaponiya tajovuzchi armiyasi Hangzhouga hujum kirmoqchi bo'lganda, Mavishang professor buni anglabli ko'rikni darhol portlatib o'tgan. Portlatish to'g'risida bariqi ko'rikning ko'tarmasidagi ozg'alg'i qo'ygan. Bunday bo'lganda portlash ham tez ham unumli bo'ladi. Ko'rikning qatnash to'sish roli intayin cho'ng. Ko'rik bo'lmasa faqat kema orqali yuk tashish kerak. Bu Yapon armiyasiga intayin qulaysizlik qilib kelib, Yapon armiyasi ko'rikni to'xtamasdan remont qilib, 1944-yili 10-oyda qaytadan qatnash boshlagan. 1945-yili Yapon armiyasi taslim bo'lganda yana bir qatim ko'rikni portlatib ketgan. Mavishang professor qaytadan ko'rikni yasab, 1948-yili 5-oyda qatnash boshlagan bo'lsa-mu, 1949-yili 5-oyning 3-kuni yana bir qatim Gomindan armiyasi tomonidan portlatib etilgan. Arqa-arqadan 3 qatim portlashni boshdan kechirgan Chantangjiang cho'ng ko'rigi 1954-yili eng oxirgi qatim normal qatnash yurgizilgan. Chantangjiang cho'ng ko'rigi hozirga nisbatan eng ilg'or ko'rik bo'lmasligi mumkin. Biroq bu ko'rik davlatimizning bir qadam gulnishiga guvoh bo'lgan. Ko'rik yasovchilarning vatanparvarlik ideyasini eng to'liq namoyon qilgan tarixiy mushkul ko'rik. Davlatimizning ko'rik yasash texnikasiga yurak berib, xo'p belgisi berishni unutib qolmang.